Yura qol Abdulhakim, meni ham yuragim siqilib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Menda Makka johori bor. Uni sotib o'rniga bug'doy olmoqchiman. Qani ko'raylikchi. O'rniga bug'doy olmoqchimisiz? Ha. Iya, nima qilyapsan, qo'y sotuvchi? Nimani ko'rayotgan bo'lsang shuni. Ravshanjonning jo'xorisidan idishga to'ldirib, ustiga yana qo'shib olyapsan. Lekin bug'doyni idishga to'ldirmay, o'rniga beryapsan. Shundaymi? Hoy odam, sen bilan aytishib o'tirgan vaqtim yo'q. Davom etaveraymi yoki bug'doyni keyingi safar olasanmi? Ha, davom etaver. Lekin urib qolmay to'g'ri o'lcha. Hoy, nimalar deyapsan? Hozirgi qilayotgan ishing tarozidan urib olishdir. Undaylarga halokat bo'ladi. Alloh Qur'onda shunday deb aytgan. O'lchov va tarozidan urib qolguvchi kimsalarga qattiq azob bo'lgay. Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarda to'la qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarda esa kam qilib beradigan kimsalardir. Ular o'zlarining qo'rqinchli bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob beradigan kunda qayd etilguvchi ekanlarini e'tiqod qilmaydi. Odamlardan mollarini ziyodasi bilan olib haqlarini esa kamaytirib berayotgan payting o'z nafsingni mana shu azoblarga ro'baro qilyapsan. Fikroq. Savdogarlarning oldida meni sharmanda qilyapsan. Bu dunyodagi sharmandachilikdan qo'rqib, oxiratdagi sharmandachilikdan qo'rqmaysanmi? Alloh tarozidan urib qoluvchilarni qiyomatda bo'ladigan qattiq azob bilan qo'rqitgan. Sen uchun Alloh taoloning o'rtalaringizdagi oldi berdi. Savdo sotiqdan biron narsani o'lchagan vaqtlaringizda o'lchovni to'la to'kis qilinglar va to'g'ri tarozi bilan tortinglar. Mana shu eng yaxshi va oqibati Allohning huzurida eng go'zalidir, deb aytgan so'ziga amal qilishing yaxshiroq emasmi? Sen va sen kabi tarozidan urib qoluvchilar boshlaringizga Shuayb alayhissalom qavmiga kelgan azob kelishini xohlaysizlarmi? Shuayb alayhissalom qavmiga qanday azob kelgan? Shuayb alayhissalom qavmi Allohga shirk keltirishdi. Ular to'kin sochin hayot kechirishardi, lekin o'lchov va tarozidan urib qolishar edi. Bas Alloh ularni halok qildi, birontasi omon qolmadi. Faqatgina Allohga iymon keltirib Shuayb alayhissalomning nasihatiga quloq tutib, tarozidan urib qolish jinoyatidan uzoqda bo'lganlargina najot topdilar. Juma kuni xutbada eshitdim. Tarozidan urib qoluvchilar quloqlarining yarmigacha terlariga botgan holda turar ekanlar. Kimdir shunday degan edi. Kengligi yer va osmonlarcha bo'lgan jannatdan olislatadigan bir dona-donni sotib, evaziga tog'larni va dunyodagi barcha narsani eritib yuboradigan do'zaxdan bir vodiyni sotib olgan kimsaning holiga voy bo'lsin. Nima? Bu azoblarning barchasi meni kutib turibdimi? G'aflatda yurgan ekanman. Allohim, meni mag'firat qil. Allohim, tavbamni qabul et. Shu ondan Alloh taoloning o'lchagan vaqtlaringizda o'lchovni to'la to'kis qilinglar va to'g'ri tarozi bilan tortinglar. Mana shu eng yaxshi va oqibati Allohning huzurida eng go'zaldir deb aytgan so'zini doimo yodda tutaman. Tarozidan urib qolganim sabab jahannamda azob chekmasligim uchun mazlumlarga haqlarini qaytarishda Alloh o'zi menga madadkor bo'lsin. Alloh tavbangni qabul qilsin va halol kasb bilan topgan molingga Alloh baraka bersin. Sizlarni esa Alloh yaxshilik bilan mukofotlasin. دال راء زاي سين شين صاد ضاد